bizda necha xil lazer bor, qanaqa ko'rinishda narxlari necha pul bularni ko'rib chiqamiz. Mana shu eng arzonidan boshlaymiz. Bu sumkada bo'ladi, latali bo'ladi. Komplektida nimalari bor? Kitob chiqadi, hammasidan bir xil. Oyog'i bor. Batareykasi bitta bo'ladi. Pulti bo'ladi. Shnuri bo'ladi. Mana bu переходники ham bo'ladi. Mana bu narsasi bo'ladi, razmer olish uchun. Bunda batareykasi bitta bo'ladi, ikkita bo'lmaydi. Narxi 29.9 chiqadi. Lazerimiz o'zi ko'rishlar mumkin. Lazer ham sifati yaxshi chiqqan. Prosta komplekti ozligi uchun narxi arzon chiqadi. Hammasida shunaqangi sensorli bo'ladi, ko'rinishi bir xil bo'ladi. Bu birinchi varianti, xuddi shuni Biotis ham bor. Bunisi esa ikkinchi varianti. Bunisi chamadonda bo'ladi, kesda bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Komplektdan kitob chiqadi, ikkita batareykasi chiqadi. Bunda ham pulti chiqadi, kabeli chiqadi. Mana bunisi chiqadi. Bu lazerda o'zi. Lazerda o'zi hozir ko'rsatganimdan bir xil bo'ladi. Bunda batareykasi ikkita bo'ladi. Buni narxi 29.9, ikkita batareyka bo'ladi, lekin oyog'i chiqmaydi. Plus chamadonda bo'ladi bu. Ishlashi bir xil, xuddi shunaqangi yonida sensori bor. Ishlashlari zo'r. Bunisi uchinchi variantimiz. Bu ham xuddi shunaqangi chamadonda bo'ladi. Chamadonlari ham ancha zo'r chiqqan, sifatli chiqqan. Kitob chiqadi. Buni komplekti ko'proq bo'ladi, oyog'i bo'lmaydi. Xo'p, ichkisidan boshlaymiz. Domkrati bo'ladi. Mana bu ko'taradigani bo'ladi. Bu razmer oladigan ekan. Bitta kabeli bo'ladi, zaryadchikda kallasi ham bo'ladi. Qo'yganlarda kabelda o'zi. Pulti ham bo'ladi. Hop, bu yerda nimasi bor? Oyog'i bo'lmaydi, lekin mana bunaqangi переходники bo'ladi. Oyoqni ulash uchun. Mana bu patologga devorga qotirish uchun bu ham sifatlisidan qo'shilgan. Ikkita batareykasi va lazerda o'zi bo'ladi. Lazerda o'zi qo'yganlar bilan bir xil, arzonlar bilan, lekin farqi mana bu yerda sensori bo'ladi. Ikkita batareykasi, buni narxini ko'rishingiz mumkin, 34.9 chiqadi. Buni mana bitta funksiyasi bor. Buni bosasizlarda tepada endi qo'lda qilsa sensorda ishlaydi. Xo'p, bundan keyingisini ko'rsatamiz. Bunisi esa sumkada bo'ladi, natali sumka bo'ladi. Buni komplektida oyog'i bo'ladi. Xuddi nari ko'rsatganimizdek komplektini ko'rib chiqamiz. Domkrati bor, ochkisi bor, mana bu lineykasi bor. Hop, bu yerda kabeli bor, zaryadkasi bor, pulti ham bor. Mana bu devorga yopishtirish uchun magnitli, bu ham sifatlisidan urbenlari bor, hammasiniki bir xil. Oyoq qo'yadigan переходники ham bor. Batareykasi ikkita bo'ladi. Buning narxi 37.9 $ bo'ladi. Xuddi shunaqangi buni ham tepasida sensori bor. Buni ham yoqib ko'ramiz. Tepasini bossak ishlayveradi. Buni yonidan ham boshqatsa bo'ladi. Hammasining yonida bir xil mana shunaqangi monitor bo'ladi, bir xil ishlaydi. Hop, va oxirgi modelimiz. Bu endi full varianti. Chamadonda bo'ladi. Bundaqa korobkali statsionar chamadon bo'ladi. Kitobi bo'ladi. Oyog'i buniki katta bo'ladi, kichkina oyoq emas, qolganlarda kichkina bo'lsa, bunda katta bo'ladi. Xo'p, ochkisi bor, domkrati bor, mana bunaqa lineykasi bor. Xo'p, kabeli bo'ladi, kallasi bo'ladi. Devorga yopishtirish uchun mana bunaqa 4 ta magnitli, buniki ancha baquvvat bo'ladi. Xo'p, bunisi tryoqnoshkasi bor, bu ham temirdan qattiq, burilishlari точный buriladi. Oddiysidan emas. Mana bu patologga yopishtirib olib turib, yonsa yerga qo'yib olib turib, razmerda balandpast qilsa bo'ladigani bor. Buni komplekti ko'proq chiqadi. Oyoqni ulash uchun переходники bor. Devorga yopishtiradigan magnitniki. Bu ham mana buniki. Pulti ham bor. Tugamayapti-yu. Batareykasi buniki kattaroq bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Keyin lazerimizning narxi 51.9. Eng qimmati mana shu, eng komplekt full mana shu bo'ladi. Buni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan yoqamiz. Buni monitor yonida bo'lmaydi. Buni tepasida bo'ladi. Sensor ko'rsatadi. Bu yerdan boshqarsa bo'ladi. Buni yonlari aylanmaydi. Mana bu qolganlardiki, mana bu ko'rinishdagida hammasi aylanadi 360 gradusga. Lazerlarimiz mana shu ko'rinishda bo'ladi hammasi. Narxlarini ham ko'rib chiqdik, komplektni ham ko'rib chiqdik. Kimga shunaqangi sifatli hamyonbop lazerlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling.